Çiver qizim, sizga desam faqatli bir kurs emas. Aslida Çiver qizim vatandagi jamiyatlik bir oilaga tahlil qilingan desam bo'ldi. Vatanda qizlar kichikdan opasini, hammasini, kichik aplarini o'lga qilib tarbiyalanib cho'ng bo'ldi. Musofirchilikdagi bu bo'shliqni biz to'ldirishga tirishdik. Bu yerda onalarimiz bor, bizga mehr berishni o'rgatadi. Bu yerda kichik apalarimiz bor, bizga adab axloq o'rgatadi. Bu yerda donishmand hammalarimiz bor, bizga yo'l ko'rsatadi. Bu yerda hamma ishga yetishadigan yengilarimiz bor, bizga mehmonni chiroyli kutishni o'rgatadi. Merkezimizde dersler haftada 5 gün, her gün yarım günlükte ötüldüğün bulup, 2 ay vaqt içinde her qaysı ustazlar nece 10 yıllık bilimlerinin cuğlanmasını oquvchilarga sığdırıp buldu. Biz duş kelayotgan her xil psixikalik meselelerini hal qilish uchun psixologiya dersi, to'g'ri axloq va aqida o'rganish uchun aqida va urf-odat darslari, ciddi sağlamlık meselelerini hal qilish uchun tibbiy yordam dersi, homildorlik va tug'ut dersi, farzand tarbiyasidagi cho'ng prinsiplar va oila planlash darslari degandek nazariya darslarimiz qizlarimizning universal sapasining tez suratda yuqori ko'tarilishiga foydasi bo'ldi. Ameliy derslerimizin güzellik dersi ve tazlıq derslerimiz mi var? Bu derslerden keyinki inkaslarımı pek yaxşı. Meyli teri asraş bolsun, meyli oğulaş bolsun yoki öyünün qandaq yerini qaysi xil sopun bilan tozalash bolsun, qizlar kasbiy ustozlarning yetaklaşida xeyli voyaga yetib qoldi. Endi to'r dünyasida meşhur bo'layotgan taom derslerimiz kelsak, biz meyli an'anaviy taomlarimiz bo'lsin yoki pishiriqlar bo'lsin, qaysi tamoqda xalq orasida kim bek usta bo'lsa shu opayni taklif qildik. Maqsad tamoqqa o'rgatish bilan birga shu ommalarimizga, yangilarimizga o'xshagan opaylardan har xil urf-odat o'rganishi, eng muhimi oilani so'ydigan bir ruhni yetildirishni maqsad qildik. Dasturxon tizish, mehmonni kutish darslariimizdami qizlar pek manfaatlendi. Bu qatim oilada o'zininki kiyim-kechak va kirliklarini o'ngshash uchun kichik tipdagi oila mashinasi bilan dastlabki saviya tikimchilik darsini boshlashni o'ylashyapmiz. Ders mazmunlarimiz haqiqatan bek mo'l. Qizlar 2 oydan keyin biz bek ko'p narsalarni o'rgandik. O'zimizga bo'lgan ishonchimiz shunchalik oshdi deb xotirjamolda ayrilyotdi. Shunday deyman-ku, Çiver qizim odatki bir kurs emas. Bu yerdagi ustozlar 10-20 yillik ilmlarning javharlarini berish orqali qizlarimiz haqiqiy aqidalik, axloqliq, chevar chaqqon bo'lsin uchun tirishyapti. Oldingi 3 qarorimiz muvaffaqiyat bilan oxirlashdi. Endi 4-qaror tizimlashni boshlaymiz. Agar o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshirishni, haqiqiy qizlik kamolatga yetishni xohlasangiz, biz bilan aloqalashingiz bo'ldi. Aloqalash nomerimiz 0552 495 80 25 0552 495 80 25.